Assalomu alaykum azizlar. Biz birinchi darsimizni boshladik. Xo'sh, biz birinchi darsimizda IELTS nima degan savol, IELTSning kelib chiqishi, tarixi, u qanday tarzda olinadi, o'sha haqida gaplashamiz. Xo'sh, boshladik qani. IELTS kelib chiqish va tarixi. Xo'sh, IELTS so'zi qayerdan kelib chiqqan va nechinchi yillarda tarixi? IELTSning boshlanishi 1960 va 1980-yillarga to'g'ri keladi. Xo'sh, 1960-yillarda ingliz tilini chet ellik talabalar uchun baholash zarurati paydo bo'ladi. Va u paytda endi 1960-65-yillarda IELTS, English Language Testing Service deb ataluvchi o'sha dastlabki test tizimi ishlab chiqiladi. Va uni Cambridge English Language Assessment va British Council tomonidan ishlab chiqiladi. Ya'ni founderlari Cambridge English Language Assessment va British Council hisoblanadi. Asosan rasmiy IELTS yaratilishi 1980-yillar oxiri, ya'ni 89-yillar hisoblanadi va bu yillarda IELTS tizimi yangilanadi va IELTS International English Language Testing System deb nomlanadi. Va o'zi nomi bilan kelib turibdiki, IELTS bu International English Language Testing System, ya'ni xalqaro ingliz tilini baholash o'sha test sistemasi hisoblanadi. Bu tizim ingliz tilini tinglash, o'qish va yozish, gapirish ko'nikmalari orqali to'liq baholay boshlaydi o'sha yillarda. IELTS testining o'sha asosiy yaratuvchilari tepada aytganimdek Cambridge English Language Assessment, ya'ni ilmiy va akademik tayyorlov hisoblanadi. Ko'proq mana shularga e'tibor qaratadilar va ikkinchisi British Council, ya'ni bu Yevropa, Osiyo va Afrika bo'yicha ko'proq xizmat qilinadi va IDP, ya'ni o'sha O'zbekistondagi IDP va British Council O'zbekistonda ikkisi ham joylashgan. Xohlasangiz British Councildan, xohlasangiz IDP, buni farqi yo'q. British Council Yevropa, Osiyo va Afrika bo'yicha o'sha ko'proq foydalanilgan va IDP bu IELTS Avstraliya, Osiyo mintaqalari bo'yicha keng tarqalgan hisoblanadi. IELTSni kengayishi, ya'ni o'sha rivojlanishi, ko'payishi 1900 o'sha IELTSga bo'lgan talab kuchayishi 1990-yillarda, ya'ni tobora ko'proq universitetlar va o'sha immigratsiya idoralari tomonidan tan olina boshlaydi. Ko'p universitetlar tan oladi. Ya'ni misol uchun AQSh universitetlari, Kanada universitetlari, Avstraliya, Yangi Zelandiya, Britaniya IELTS asosiy til testi sifatida qabul qiladi. Ya'ni qabul qiladi birinchi til hisobida. Asosiy til. Xo'sh, hozir siz bilan u IELTS kelib chiqishini gaplashdik. Xo'sh, endi pastda IELTS o'zi nima degan savolga javob beramiz. IELTS bu aytganimdek International English Language Testing System, ya'ni xalqaro ingliz tilini baholash tizimi degani. Aytib o'tdim, yana o'sha chet elda AQSh, Angliya, Kanada, Avstraliya va boshqa mamlakatlarda ko'proq o'sha imtihon topshiruvchilar ko'proq o'sha studentlar o'qish uchun, ishlash uchun xorij mamlakatlarida ko'proq IELTS imtihon topshiradi. IELTS imtihoni o'zi ikki turga bo'linadi. Birinchisi akademik va ikkinchisi general. Akademik bu o'qish uchun ko'proq kollejlar uchun, o'sha xalqaro universitetlarga yoki o'zimizda shu O'zbekistondagi universitetlarga ko'proq topshirish uchun akademik yo'nalish bo'yicha, o'sha o'qishga topshirish yo'nalishi bo'yicha akademik, ya'ni immigratsiya va ishlash uchun xorijga chiqadigan bo'lsa, bu general IELTS topshirishingiz kerak. IELTS o'zi 4 qismdan iborat hisoblanadi. Birinchisi listening, ikkinchisi reading, uchinchisi writing va to'rtinchisi speaking. Listeningda biz tinglab tushunish imtihonida bizga 40 ta savol beradi va 4 ta part beradi. Bu 40 ta savolga biz uchun xo'sh, biz uchun 40 daqiqa vaqt beradi. Listening tinglab tushunish vaqti 30 daqiqa, ya'ni bizga answer sheetga ham ko'chirib olish uchun 10 daqiqa, ya'ni общий 40 daqiqa yoki 45 daqiqa vaqt beriladi. Xo'sh, javoblar varaqasiga 10 daqiqa qo'shib beradi deb aytdim hozir. Bunda to'laqonli o'sha 40 ta savolga javob berishni 10 daqiqada answer sheetga javob yozib berishingiz kerak bo'ladi. Keyingisi reading. Reading qismida biz matnni o'qib tushunish hisoblanadi. Bunda bizga 3 ta tekst beradi, ya'ni 3 ta passage beriladi. Xo'sh, bunga biz buni tugatib yetishimiz uchun 60 daqiqa vaqt beriladi. Bunga qo'shimcha vaqt berilmaydi. Qo'shimcha 10 daqiqa vaqt qo'shib berilmaydi. Buni sababi answer sheetga ham, javoblar varaqasiga ham shu 60 daqiqa ichida ko'chirib yozib berish kerak bo'ladi. Ya'ni qanday?
ham testni yechasiz, ham javobni yozib ketishingiz kerak bo'ladi. 3-qismi writing. Bu yozma topshiriq hisoblanadi. Bunga bizga 60 daqiqa vaqt beradi. O'zi writing qismi ikkiga bo'linadi. Task 1 va task 2. Task 1da ko'proq diagrammalar, chartlar, nimalar ko'rsatiladi. Tasvirlashingiz kerak bo'ladi va task 2da ko'proq muammolarni yechimlari, shunga o'xshash mavzularda insholar, essaylar yozishingiz kerak bo'ladi. Task 1ga 150 va undan ortiq so'zli insho yozish kerak va task 2ga 250 talik va undan ortiq bo'lsa yaxshi bo'ladi. Speaking qismida bu suhbat qismi bo'ladi. Bu native speakerlar tomonidan olib boriladi. Bu uzoq 11 yoki 15 daqiqa vaqt davom etadi ko'proq. Xo'sh, bunda siz bu ham ikki xil ko'rinishda bo'ladi. Face to face, bu live jonli tarzda yoki onlayn tarzda hisoblanadi. Face to face jonli tarzda, ya'ni o'sha jonli native speakerlar bilan gaplashish orqali sizni speakingizni baholab beradi va bu onlayn Zoom meeting ko'rinishida ham xuddi shunday bo'ladi. IELTS ballari 0 dan 9 ballgacha baholanadi. Odatda universitetlar 6,5, 7, 7,5 undan balandlarini talab qiladi. Xalqaro universitetlar yokida o'sha 5,5, 6 bilan ham boshqa xalqaro universitetlarga kirishsa bo'ladi. Xo'sh, darsimizning yakuniy qismi. Xo'sh, kanalimizda biz sizga IELTS haqida sodda o'zbek tilida tushuntirib boramiz. Bu darslarimiz bepul. Ya'ni bu o'sha volontyorlik asosida hisoblanadi. Biz sizga bu darslarni volontyorlik bilan tekin tarzda o'tamiz. Men va mening sherigim bor, u ham o'tadi. Har kuni ikkimiz Kunora, men, sherigim darslar qo'yib joylab boramiz, xudo xolasa inshaalloh. Umid qilamizki, obuna bo'ling bizga, o'sha qo'llab-quvvatlang. IELTS yo'lingizni biz bilan boshlang. Ko'rishguncha xayr. Keyingi darslarda uchrashamiz.